Yo'q, ko'rinyapti. Ko'rinyapti. Ana shilchar po'myon ko'rinyapti-da. Bu efir telefoni orqasidan uchamiz. Tushimni yo'qotib qo'yibman. Keyin olish kerak endi tush. Hay. Bilinmaydi. Ayog'ay. Savolinglar yo'qmi? Bo'ldi, tugadi bo'yanish. 5 minut ketdi. Bitta pomada sursam. Bo'ldi, tugadi. Nima qilmadim? Ayrayini qilmadim. Keyin yuzimga qum sepmadim. Shag'al. Shpaklovkaning ustidan shag'al. Kechirasizlar. Yoshlarni buzyapsan demanglar. Necha yoshsiz? Aka, o'zimga qiziqing, yoshimga qiziqmang. Hali men yoshman, hali men 200 yil yashayman. Hammalarni o'ldirib keyin o'lishim mumkin. Seriyoz aytyapman, men o'zimga ishonaman. Sul ichmasdan yashasam, keyin negativlarga e'tibor bermasdan o'zimni hayotimda yashasam bo'ldi, nima g'amim bor? 200 yil yashayoladi odam, yashayoladi, u prosta siqilinchlarga berilib 46 ga yetmay o'lib ketishyapti odamlar. O'zida ajali bilan o'ldi deysizlar. Huy, o'zi tanlagan yo'l bo'lgani uchun o'ladi ular ham. O'lim aytmasdan keladi. Bu to'g'ri. Bu to'g'ri. Yo'q. Unaqa emas, bu sizning tanlovingiz. O'lim aytmasdan keladi. Prosta siz o'zingiz shunaqa siqilinchga berilib qolsangiz, tanangiz sizga chaqiradi. Yeriltiroq ko'chada ketyapsiz. Shu kunlarda rosa siqilinchsiz. Nima o'zgarsin? 2000 demadingizmi debdi. Yo'q, 2000 gacha yashagim kelmayapti. 200 yil yashasam yetadi menga. Hozir men borsa hozir yerga tegsam bolali bo'laman. Bolamni bolasini kutsam, uni bolasini kutsam, uni bolasini kutsam, uni bolasini, uni bolasini. Va bilan 200 yilda ancha narsani ko'rib qo'yar ekanman. To'xtanglar. O'zog'lik qilyapti. Majbur bo'lib qoldilar. Endi pasidan bolalaringizga hamd. Nima bolalarimga? Men yerga tegmaganman, men bolam yo'q hozir. Hayotda hali birinchi etapidan o'tmadim, yarim etapida turibman hozir. Ko'rdinglarmi? Sizlarga berilib noto'g'ri chizib qo'ydim-ku.
Acımas style bo'lib qoldi. Obzor qiling yuzingizda nimalar suryapsiz. Yuzimga